Said Ahmad Ufq. Said Ahmad Husanxo'jayev o'zbek adabiyotining atoqli adiblaridan biridir. Said Ahmadning asarlari kirib bormagan uy, qalb bo'lmasa kerak. Har bir ijodkor, kitobni sevishni bilgan har bir inson borki, Said Ahmad asarlarini o'qimasdan qo'ymaydi. Said Ahmad barcha nasriy janrlarda ijod qildi. Hikoya, qissa, hajviy asarlar yaratdi. U juda katta tajriba orttirgandan so'ng roman janriga qo'l urdi va bir necha yillik izlanishlardan keyin 1964-1974 yillar oralig'ida Ufq trilogiyasini yaratdi. Asar 3 qismdan iborat bo'lib, birinchi qismi 45 kun, ikkinchi qismi Hijron kunlari, uchinchi va so'nggi qismi esa Ufq bo'sag'asida deb nomlandi. Said Ahmadning Ufq trilogiyasi nafaqat yozuvchi ijodida, balki o'zbek adabiyotiga yangi janr hisoblanib, alohida o'rin tutdi. Ijodining eng sermahsul davrida yozgan ushbu roman 20-asr millat hayotining 10 yillik davri, Ikkinchi jahon urushi, urush va urushdan keyingi yillar voqealarini o'z ichiga oladi. Trilogiyada o'sha yillari xalq boshiga tushgan musibatlar, odamlar ko'ksidagi armonlar, shu munosabatlarni yengishga qodir, mislsiz matonat va shijoatlar yozuvchi iste'dodiga xos ehtiros, zo'r ilhom bilan aks ettirilgan. Asarda Ikromjon, Jannat, Azizxon, Dildor, Asrora kabi teran, xalqchil, yorqin milliy obrazlar yaratilgan. Asarni mutolaa qilar ekansiz, nafaqat jonli tasvir orqali tarixiy ma'lumotlar bilan tanishasiz, balki hayot mashaqqatlarida saboq chiqarishga, insoniylik va muhabbat aynan qiyinchiliklar ta'sirida toblanishga amin bo'lasiz. Beixtiyor asardan bosh ko'tara olmay qolasiz. Barcha kitobxonlarga ushbu romanni o'qishni tavsiya qilaman.